Xudo xolasa, anjanli bola brend asosida aristokratlardagi Abbos akani xonadoniga keldik. Abbos aka! Abbos aka, assalomu alaykum. Abbos aka! Anjanli bola. Assalomu alaykum. Tog'a, tinchmisiz? Bu do'ppini kiying, anjancha do'ppini kiying birinchi aka. Xudo xolasa, anjanli bola brend asosida, xudo xolasa o'yinchoqlar ishlab chiqarilyapti. Bugun farzandlaringizni xursand qilasiz aka. Birinchi o'rinda biz aristokratlar komandasiga keldik. Bu katta chupa-chups. Yoshligingni ochopati deng, o'zingga mos qilib. Qara qiladi buni. Ya, bu ichida o'yinchoq bor. Ichida o'yinchoqlar, chupa-chups hamma yo'g'i bor. Bu-chi? Bu koptoyligi. Tuxumligi ham bor. Tuxumligi ham bor aka. Anjanda to'g'ri ko'k tug'yapti o'rtoqlar. Bu g'ulg'ulini tuxumi. Yo, o't yeb qo'ygan tuxum. Chupa-chupsligi ham bor ekan. Mana kichkina chupa-chups. Aha, jo'jamizni o'ldirdingiz-da. Tayinlasizmi? Kichkina jo'jaligi, kichkina chupa-chups. Gap yo'q ekan. Rosa ko'p ekan. Mahsulot asosida farzandlaringizni xursand qilasiz. Hali buni-chi sirazi Farg'onaga tarqatish kerak, uka. Bo'ldi aka, Farg'onada dillerlar bo'lsa, mana bu raqamlarga murojaat qilaveradi aka. Allo, Farg'onaga 2 tonna jo'natib yuboringlar. Bo'ldi, hozir mana ketyapti-da. Joningiz sog' bo'lsin.